har bittasini ilmi bor. Men o'zim 25 yil biznesda mana bu ilmim bor. Oxirgi 2-3 yil mana tizimli ilmni o'rgandim. Moliyasini boshqarish, sistemani boshqarish buni o'rgandim. Maza qilyapman. 24 yosh bolamga ham o'rgatyapman, xodimlarimga ham o'rgatyapman. Va bolamga aytyapman, "Mana buni ham ilmini o'rgan, bu ilmi bizda bor" deyapman. O'shaning uchun xulosa qilamiz. Men hozir endi tezlashaman, chunki beradigan slaydlarim ko'p edi. Bularni aslida har bittasini endi bizani 1 oylik, 2 oylik darslarimizni soatlab kelsa har bittasi bo'yicha gaplashsak bo'ladi. Lekin har bitta insonni mana qaranglar, o'tgan yil necha pul daromad qilgansiz? 24-yil. Va bu yil taxminan daromadingiz qancha? Butun daromadingizni ko'tarsangiz va rasxodlaringiz qancha? Daromadingiz baland, rasxodingiz kamroq bo'lsa, demak orttiryapsiz. Yo недвижимостьga, yo bir narsaga, ya'ni 5 yilmi, 10 yildan keyin bir mulk orttirsangiz, orqaga qarang, sinfdoshlaringiz bilan bir xil bo'lgan sharoit yoki bitta ota-onaning 4 ta o'g'li bir xil bo'lgan 20, 25, 30, 35 kirganda kimdir uy joylik, mashinalik, yaxshi bizneslik bo'ladi, kimdir hali ham oylikdan oylikkacha zo'rg'a ishlab, mana buni orttirmaganidan bo'ladi. Uni ilmi bor. Buni ilmini otini pul boshqarish ilmi deydi. O'shaning uchun bugun sizlar qamir uchidan patir ulgurganimizcha bu ilmlarni beramiz va planinglar bo'lishi kerak. Men qancha topmoqchiman? Men har doim aytaman, bolam 2x o'ylov. Men bu yil $1000 topayotgan bo'lsam, nima qilsam keyingi $2000 dan topaman. Mana oyma-oyini olinglar. Hozir yanvar, fevral, mart tugadi. Oyda necha pul xarajat daromadingiz bor? Masalan, faraz qiling, kimdir $1000 daromadi bor, $800 xarajati bor, $200 dan orttiryapti. Mana bu investitsiya ilmiga deyarli vaqtimiz yetmaydi. Investitsiyani to'g'ri qilishni o'rgating. U alohida dars. Hozir boshinglarni qotirmaymiz. Biz sizga investitsiya qiling, taklif qiling demaymiz. Xudo xolasa bepul savol-javoblar, boshqalar qiladigan bo'lsak, albatta gaplashamiz, lekin asosiy pulni boshqarish deganda mana shu 3 ta narsani boshqarishni o'rganishimiz kerak. Men sizlarga rasm qilganim, va nima qilsam daromadim 2x bo'ladini o'ylash kerak. Uni yechimi faqat ilm. Biz o'zimiz ilm bolalarni o'qitamiz, o'rgatamiz, o'zimiz ham o'qiymiz, o'rganamiz, bolalarimizga ham o'rgatamiz. O'shaning uchun men hozirgi qismida ruxsat bersanglar shu yerda to'xtataman. Hozir tezlashtirishimiz kerak, chunki Murod akamdan o'rganadigan ilmlarimiz ko'p. Ruxsatinglar bilan, qarsaginglar bilan undov belgisini qo'ysanglar, biz qarsak bo'ladi. Murod akamni men sahnaga taklif qilaman-da. Murod aka, menga ustoz bo'ladilar. Men chunki o'zim kashf qilaman. Aka, sizni ilmingizni ham bu yerda biznes egalariga berishimiz kerak, ham bugun mana Allohning barakasi minglab insonlar ko'rishyapti. Xalqlar do'stligi saroydan ko'ra ko'proq insonlar. Murod aka, xush kelibsiz. Mana nimani sizga beraman, sahnani. So'z sizga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hasan aka juda bir chiroyli kirish qismi qilib berdi va qisqacha tanishtirib o'tib ketdi. Aslida men ham tadbirkorman. 94-yil birinchi o'sha tadbirkorlik faoliyatimni boshlaganman, hali institutda o'qib yurgan davrimda va mana bugungi kungacha hozir ham tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. 2019-yilda majbur bo'ldim moliyani yanada chuqur o'rganishga. O'zi ma'lumotim iqtisod, xalqaro valyuta kredit munosabatlari bo'yicha ta'lim olganman va majbur bo'lganmiz bizni o'sha tadbirkorlikda Husan aka hozir ko'rsatgan yuqori chiqqan cho'qqilar, pastga tushib ketgan tublarning barchasiga kirganligim sababli va qachon bu tugaydi? Bu amerikanskiy gorka deydi, bu qachon tugasligini men bilmasdim. Majbur bo'ldim men o'qishga va o'sha o'qigan bilimlarimni olib qo'llaganimdan keyin 94-yil boshlagan biznesimda 2019-yilgacha bo'lgan vaqtni tahlil qilib, xatolarimni topdim, xatolarimni ko'ra oldim va bitta afsus chekkanman. Nimaga mana shu bilimlarni bizga oilamizda, ota-onamiz yo maktabda yo oliygohlarda o'qitmaydi? Bu bilimni puli qancha bo'lishidan qat'iy nazar men yoshligimda o'qigan bo'lardim yoki farzandlarimga bergan bo'lardim bu bilimni. Hammasini o'sha narsani men boshida bilib qilganimda bunchalik men yo'qotishlar bo'lmasdi menda. Buning uchun Husan aka bilan o'sha Husan aka o'qigan ekan, men o'qigan kurslarda birga tanishdik. Men chiqib dars berish meni rejalarimda ham bo'lmagan. Korxonalarni borib moliyasini tahlil qilaman, korxonani hisobotlarini yaxshi tushunaman va o'zimda shaxsiy moliyamni yuritishga majbur bo'lganman. Shaxsiy moliya bo'yicha katta ilmlar oldim. Endi Husan aka, Murod aka, chiqing, meni o'quvchilarimga o'sha bilimlaringizdan bering, chiqing, menga o'rgating deb ko'p gapirganda, yo'q Husan aka, men bilimim yetmaydi. Men kimgadir bilim berish uchun bu bilimlarni olganim yo'q. Men korxonalarimda o'sha inqirozdan olib chiqib ketish uchun bu narsalarni o'rganganman deganimda va ikkinchi eng katta sabab Husan akaga aytardim. Husan aka, meni bilimim hozir
yetmaydi. Sizni o'quvchilaringizga beradigan darajada emasman deganimda Husan aka o'z holimga qo'ymay, Murod aka, sizni bor bilimingiz ham hozir mani shogirdlarimga, mani o'quvchilarimga juda katta manfaat bo'ladi va baraka topadi u. Keling bering deb o'z holimga qo'ymay, mana shu sahnaga chiqib dars berib, shogirdlik chiqarishga sababchi bo'lgan shu inson bo'ladi. Shu Husan aka sababli kurslar o'tib, darslar berib, mana bu boshlandi bu yog'i. Endi avval moliya, keyin savdo deb bizlar kursimizni nomlaganmiz. Nima uchun avval moliya, keyin savdo? Hozirgi kunda mana ko'pchilikning xabari bor. Savdolar tushib ketyapti. Raqobat kuchayib borgan. Chet eldan kuchli kompaniyalar kirib kelgan yoki o'sha har xil millat vakillari, Qozog'istonlik biznesmenlar, Xitoylik biznesmenlar, yo'qmasa o'sha Rossiyadan kelgan ancha biznesmenlar bor. Barchasi bizlarning o'zi shundoq ham kuchli raqobatimizga yanada raqobat olib kelishni boshladi. Va shu sababdan biza tahlil qilib, men korxonalarga borib tahlil qilganimda menda bir narsa aniq bo'ladi. Savdo kurslariga boramiz, marketing kurslariga boramiz va savdomizni 2-4 barobar oshiramiz, lekin muammomiz tugamaydi. Qanaqa o'sha oyliklardan to'lolmay qiynalgan bo'lsak, yo soliqlardan yo mahsulot yetkazib beruvchiga pul bera olmagan bo'lsak, savdomiz 2x oshsa ham, 4x oshsa ham shu muammo. Va buni chuqur tahlil qilib boraversak, birinchi o'rinda moliyani bilmasligimiz, moliyaviy teshiklarni ko'ra olmasligimiz va shu moliyaviy oqib ketadigan mablag'larni yopa olmasligimiz sababli savdomiz qancha oshsa ham farqi yo'q, yana inqirozga ketaverar ekanmiz. Undan ham keyin yana chuqurroq tahlil qilsak, har biznes egasini o'sha ishlatadigan biznesida qo'llaydigan usullari bir narsa ayon bo'lib qoldi. Shaxsiy moliyasida tartib yo'q, shaxsiy moliyasida holati og'ir bo'lsa, korxonasi kuzgusi bo'lar ekan, har bir biznes egasini o'sha ishlaydigan korxonasi, biznesi uni kuzgusi. Shaxsiy moliyasida qanaqa muammo bo'lsa, korxonasida shu narsa qaytariladi. To'g'ri, siz kimnidir taklif qilasiz, kuchli auditorlarni, kuchli buxgalter olishingiz mumkin, kuchli moliyachilarni taklif qilib, korxonangizni butun auditini qilib, tozalab va sog'lomlashtirib yaxshi bir darajaga ko'tarishingiz mumkin, lekin qanchadir vaqtdan keyin yana shu holat qaytariladi. Buni asl sababi biz chuqur shu negiziga kirib borsak, meni o'zimning tahlilimdan, Husan akaning tahlilidan, boshqa endi ko'p korxonalarda men biznes egalarini o'qitamiz biz. Biznes egalarini tahlil qilsak, birinchi asl ildizi, muammoning ildizi shaxsiy moliya yo'qligida. Mana bir savol. Agar barcha qarzlar yopilib, daromad barqaror va o'sib borsa nima qilar edingiz, nima qilgan bo'lardingiz degan savolni beramiz. Ko'p holatda mana shu savolga xato javoblar berishadi. Bizani o'sha o'quvchilarimiz, bizani do'stlarimiz, tadbirkorlar mana shunday o'zi ketdi orzu-havas. Faqat orzu-havas haqida gaplashiladi yo keragi yo'q narsalarni rejasi bo'ladi. Ana endi biza birinchi o'rinda hozir korxona moliyasida korxona o'zi aslida biz korxona moliyasidan kuchli dars beramiz, korxona biznes egalarini o'rgatamiz. Lekin biznes egalariga dars berishdan oldin birinchi shaxsiy moliyani o'tamiz va shaxsiy moliyada nima sababdan biz qarzlarga kirib ketamiz? Nima sababdan biz pulimizni boshqara olmaymiz va nimaga o'sha pulimizni boshqara olmasligi sababli hech qachon orzu maqsadlarimizga yeta olmaymiz. Ana shuni tahlilini o'rganganimizdan keyin korxona moliyasiga o'tishni boshlaymiz. Barcha agar yana o'sha ibora, agar barcha qarzlar yopilib, daromad barqaror va o'sib borsa nima qilgan bo'lardingiz? Qisqacha diagnostika hozir bir o'tkazsak auditoriyamiz bilan mana shu, chunki holatda hozir bir-birimizga biza yordam berishimiz kerak. Qisqacha men savol va javob. Qarzlarim bor. Savol, qarzlarim bor. Agar javoblar 5 balli tizim bo'yicha bo'ladi. 1. Qarzim ko'p va og'ir bo'lsa, 5